Ey yoronlar, puxta o'ylang qiz uzatmoqdan burun. Ey yoronlar, puxta o'ylang qiz uzatmoqdan burun. Qiz bolangiz har jihatdan mosmikan turmush uchun? Bo'lmasa xulqan go'zal, turmushga u tayyor emas. Maqtamang mehnat sevar deb ko'rsatib yuvgan kirin. Uyda kir yuvgan bilan, ro'zg'or ishin qilgan bilan, beadab qizlar bilan hamdam emasmi yo shirin? Ham chevar, ham til bilar, hamshiradur chaqqongina. Ertalab ketgan qizingiz uyda bormi kechqurun? Qiz adab ko'rganmi yo yo'q, bo'ysunarmi sizga u? O'ylanib qolgan esangiz, to'yga shoshmoqlik nechun? Qiz qo'lida bir matoh bor, so'tka derlarki oni, davomiga tortib ketar ul, tashlasa kim ko'z qirin. Ne ko'rar u nimqorong'u xonasidan chiqmayin, qo'lidan tortib olib kavlab ko'ring xotirasin. Garchi internet kerakdir bu zamon har sohada, oni mutlaq bezarar deb o'ylamoqlik noo'rin. Anglating turmush nima, qaynona-yu qaynota kim, toki u keltirmasin turmushdagi bor yo'q sirin. To'g'ri tanbehga jag'illab ketma deb tanbeh bering, chiqmasin hech o'zga uyda qosh qabog'idan tutun. Fe'lidan qaynona yig'lab kuymasin qaynota ham, hurmatin qilmay alarni erga yoqmas inchunun. Erkalikni qoldirib ketsin birovning uyiga, tinch totuv bo'lsin desangiz erkatoy qiz tun va kun. Son sanoqsiz oila vayron bo'lib ketmoqdadir. Qiz uzatmoq ko'p og'ir savdo bo'lib qolmish bugun. Behuda orzu havas deb xotinlar jiqqa musht, necha gul bo'lmish xazon kelgach chamanga izg'irin. Bu axir qandoq sinoat, ajralish haddan ziyod, begunoh guldek go'daklar ko'ksida qotmish tugun. Qora ko'zlar nolasin tinglay turib Abdusalom, dildagi og'riqlarin qilmish bayon mingdan birin. Diqqat e'tibor uchun tashakkur.